otamni boqdi, meni boqdi, kelajakda bolalarni boqadi. Oldin shunday zamonlar bo'lganki, yerni chuqur haydasak, o'g'it solsak yaxshi bo'ladi deb o'ylagan edik. Mana hozir yerga mehr berish kerak. Rejali ish qilib, o'g'itlash, suvni vaqtida berib, suvni hurmatini, hamma yo'l hurmatini joyiga qo'yib qilsak, hosil yaxshi kutilyapti. Endi xotirjamman, nabiralarimga cho'l emas, tayyor tirik turpoq qolyapti. Bizda ilgari shunaqa qoida bor ediki, mani dalam, sani dalang, sani dalang. Bizda fikr almashuv yo'q edi. Lekin kelajakda men shuni bildimki, o'zaro fikr almashish ishlari bo'lsa hamma yutar ekan. BCI treninglarga qatnashganimizdan so'ng biz bir-birimiz bilan fikr almashishni boshladik. Fikr almashganimizdan so'ng bu yerda kimning muammosi yerida bo'lsa biz birgalikda borib bartaraf etdik. Ilgari bizga unumdor yerlar emas, unumsiz yerlar, suvi yo'q yerlar qolar edi. Biz o'zimizdan keyingi avlodga unumdor yerlar qoldirishga harakat qilyapmiz. BCI bo'lgandan keyin biz kimyoviy vositalarsiz paxta yetishtirishni o'rgandik. Organik paxtalarni yetishtirdik. Bizning paxtalarimiz dunyo miqyosida o'z o'rnini topdi. Zarar kurandalar bilan biz ularni zaharlamayapmiz. Aksincha biz tirik jonzotlar bilan, trixogrammalar bilan biz ishlab, ularni yengiyapmiz. Paxtani yetishtirish narxi arzonlashdi. Biz sifatli yer maydonlarga ega bo'ldik. Klaster BCI bilan ishlashni boshlaganda men bu jamoaga qo'shilishga qaror qildim. O'zim uchun emas, barcha xodimlarga o'zgarishlar bo'lishi uchun. Klaster barcha mavsumiy ishchilarga mehnat shartnomalari tuzdi. Biz daladagi ishchilarga har kuni issiq ovqat, dam olishlar uchun joy, kayfiyatlarni ko'tarish uchun musiqalar bilan ta'minladik. Bu arzimagan bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu insonlarning kayfiyatini ko'taradi, og'ir mehnatni yengillashtiradi. Ilgari ishchilar haqida eng oxirida o'ylashardi. Hozirgi kunda ularning xavfsizliklari, mehnat muhofazasi, sog'liq va hurmat eng birinchi o'rinda turadi. Men o'zgarishlar oldin yuqoridan keladi deb o'ylardim. O'zgarishlar bu bizdan, o'zimizdan, yuragimizdan, qo'limizdan kelar ekan. Yer o'tirik, agar biz uni to'xtovsiz foydalansak, ishni bermasak, faqat olsak, qachondir charchaydi, quriydi, sho'rlaydi. Biz yillar davomida hech narsa yerga bermasdan uni ishlatdik, majburladik. Biz shuni tushunib yetdikki, BCI treninglar yordamida biz har bitta tabiiy resurslarni rejalashni boshladik. Har bir dalaga o'ziga kerakli miqdorda berishni boshladik. So'nggi BCI treninglar natijasida biz raqamlashtirish tizimlarini joriy etishni boshladik. Har bitta traktorimiz, har bitta avtomobillarimizga trekkerlar joriy qildik. Trekkerlar orqasida biz har bitta kombaynni onlayn kuzatish imkoniyati joriy bo'ldi. Shunda biz har bir kombayn soatlab qayerda turadi, qaysi natijada ishlayapti, qaysi dalada ishlayotganini aniqlashga erishdik. Men laboratoriyaga kirib analiz qilayotganimda shunchaki tuproqlarni analiz qilishni emas, ular bilan sirlashishni, ulardagi bo'ladigan proseslarni o'rganib, fermerlarga yordam berishni maqsad qilib qo'yaman va ularga mana shu yo'lda yordam berishga harakat qilaman. Ular shunchaki tuproqdagi nimadirni men quruq raqamlarim bilan berish emas, ulardagi mana shu raqamlardan nimalarnidir o'rganish, ularga mana shu mavjudotlar bilan o'sha tuproq nima deyotganliklarini ular ham bilishlarini xohlayman. Biz ularga shunchagina analizni taqdim qilib qolmasdan, ular tuproqni tushunishga, ular astoydil shunga kirishib harakat qilishlariga yordam berishga undaymiz va shuni ulardan xohlaymiz. Ular ham biz bilan hamjihat ishlashlarini, ularga yordam berishni, o'zimizning ish jarayonimizda ko'rsatib beramiz. Bu dalalarda bobom ot bilan, otam traktor bilan, men planshet bilan boshqaryapman. Dalani boshqarishda vositalar o'zgaradi, lekin maqsadimiz bitta. Yerni tushunish, uni tahlil qilish. Planshetda faqat rasmlar, grafiklar emas, balki yerni xususiyatlari, unda qanaqa minerallar kerakligi,
buni qachon sug'orish kerakligi, ekinga nima kerakligini ko'rib boshqarib boramiz. BCI texnologiyasi bizga kasblarimiz xorijiy tajribalarni o'rganish imkoniyatini berdi. Biz bu tajribalar asosida Jahon paxta yetishtirish hamjamiyatining bir qismiga aylandik. Ushbu tajribalar paxtamizning sifatini oshishi va ishlab chiqarishni barqarorlashtirish uchun yordam berdi. Bu bilan biz o'sha yerga mineral o'g'itlarni vaqtida kiritishimiz, yer bilan mehr bilan muloqot qilishimiz natijasida yaxshi daromad olish va sifatli mahsulotlar yetishtirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Ilgari bu yerda men tengi bolalar qop ko'tarib yurishardi. Onam esa sen o'qi dala kutib turadi deydilar.